Har doimgidek bitta o'q bilan ikkita quyonni uramiz va bitta xamirdan ikki xil shirinlik tayyorlab ko'ramiz. Qaymoqga razr retsept solib aralashtirib qo'yamiz va yumshab turgan margaringa vanilin, qaymoq va un solib o'rtacha yumshoqlikda xamir qilib olamiz. Xamirimizni teng ikkiga bo'lib, shunaqa katta va kichkina zuvalachalar yasab olamiz. Kichkina zuvalachadan gusini labki yasaymiz, kattasidan bo'lsa rogaliki. So'ngra bitta tuxum oqini yaxshilab ko'pirtirib, oz-ozdan shakar solib, bezak qilib olamiz. Kichkina zuvalachamizni xuddi shu ko'rinishda yoyib olamiz va o'rtasiga bezak solamiz. Men yana olchadan ham foydalandim. Sizlar ham xohishga ko'ra solsanglar bo'ladi yoki yong'oq solsanglar bo'ladi. Videoda ko'rsatilgandek yutib olib, qizib turgan duxovkada 25-30 daqiqa davomida pishirib olamiz. Katta zuvalamizni bo'lsa unlab yoyib olamiz va 12 ta bo'laklarga bo'lib olamiz. Rogaliklar nachinkasini xohishga qarab solsanglar bo'ladi, lekin variyoni moloko solsanglar xuddi irisga o'xshab chiqadi. O'rayotgan paytingizda chetlarini shunaqa yopib olsanglar nachinkasi oqib ketmaydi. So'ngra buni ham qizib turgan duxovkada 180 gradusda 25-30 daqiqa davomida pishirib olamiz. Xohishingizga ko'ra ustiga shakar upasidan sepib olsanglar bo'ladi yoki menga o'xshab sgushonoy moloko surib olsanglar bo'ladi. To'g'risini aytsam, quruq bezakdan ko'ra olcha bilan qilingani shunaqa zo'r chiqibdi. Bu videoni bo'lsa har doimgidek bitta o'q bilan ikkita quyon uradigan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar.